Assalomu alaykum vatandoshlar. Makler Otabek YouTube kanali kuzatib boruvchilari. Sizlarga yana yangilik ulash maqsadida kelib turibmiz. Hozir turgan lokatsiyamiz Termiz shahar Vitsina ko'chasida bo'lib turibdi. Ya'ni temir yo'l vokzaldan Mashhura klinikasiga ketadigan yo'lda yoki Sayrob milliy taomlari ro'parasida. 5 qavatli do'mning 5-qavatda sotiladigan umumiy maydon 60 kvadratni tashkil etayotgan 2 xonali qishlik kvartiramiz sotuvda. Video boshida narxini aytib o'taman. Narxi 355 million so'm. Hech qanaqa kredit, hech qanaqa taqiq yo'q. Uyda ko'rib turgan barcha narsalaringiz qoldiriladi. Hozir turgan xonamiz mehmonxonasi hisoblanadi. Shift yuqoriga ham bemalol e'tibor berishlaringiz mumkin. 320, 330 dan yuqori. 5 qavatli domning 5-qavat qishlik kvartira. 2 tabaqali eshiklar qo'yilgan. Mana bu konditsioner o'rnatilgan, televizor qo'yilgan. Bular barchasi qoldiriladi. Bu esa tashqi eshik. Sizlar bilan yana sizlardan tashqari 2 ta qo'shnilaringiz bo'ladi. Ya'ni bitta podyezdda 3 ta qo'shni. Bu esa tashqi eshikdan to'g'ri kelganda spalni xonasi. Hozir kvartiram turibdi. Kvartirant narsalari bilan xona sizga kichkina yoki tor ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Chizmalarni, chertojlarini Telegram ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilamiz. Bemalol o'tib, xonaning o'lchamlarini ko'rishlaringiz mumkin, vatandoshlar. Agar kvartirani qo'yamiz desalaringiz, 2 million so'mga mana shu holatga turibdi. Bemalol kvartirani yana 2 million so'mga davom ettiradi. Endi esa oshxona va sanuzlarni ko'rsatib o'tamiz. Sanuzlar albatta alohida oxirgacha kafillangan bu hojatxonasi. Arizonlar qo'yilgan. Bu esa vannaxonasi to'liq kafillangan. Suv, svet, gaz umuman muammo yo'q. Bu esa oshxonasi. Oshxona mebellari o'rnatilgan, alohida kotyol, dimixod, gaz plita, muzlatgich, barcha sharoit mujassam. Bizdan mana shunaqangi kreditsiz, naqdga uy so'radilaringiz, biz mana chiqaryapmiz. Mana shunaqangi uy izlab yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Mana atrofni ko'ryapsiz. Mana shunaqangi domlarning qatorida joylashgan. Mashhura klinikasi. 2 daqiqalik yo'l. Maktab, bog'cha so'raganlarga domda tagida xususiy bog'chalar, davlat bog'chalari joylashgan. 11-9 maktab yaqin. Yubileyniy market, ya'ni Garzinkaga 7-8 daqiqalik yo'l piyoda boradiganlar uchun. Biz bilan bog'lanishni nomer qoldiramiz. 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu raqamda WhatsApp, Telegram ishlamoqda chetda yurganlar uchun. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlar, mehmonlar safida kuzatyapsizlar. Bizda bo'layotgan yangiliklarni o'tkazib yormaslik uchun, birinchilardan bo'lib ko'rish uchun mezbonlar safiga o'tib qo'ying. Biz bilan qolganingiz uchun tashakkur izhor etamiz. Keyingi foydali kontentlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.